Aytgancha O'zbekistonga ketadiganlar yangi aka yil ketmaysizlarmi? Ketsalaringiz shunga qarab bilet olingizlar. 2,5 oy bo'lmasin o'sha borib kelishga, uzog'i 2 oylik qilib borib kelingizlar. Yangi qonun chiqibdi-ku, Trumpniki 706-mi? Anaqa qonun, 406-qonunmikan. 3 oydan ziyod bo'lsa avtomatik green kartasini cancel qilib Amerika deport qilib qaytarib yuborayotgan. Ana shu narsani o'sha 3 oyga emas, 2,5 oydan oshgan bo'lsa ham shunaqa qilyapti ekan. Deganim bizda dadamiz bitta tanishi bor ekan, Tayloqdan. U bolacha Meysonda turar ekan. Qarachi kecha yanvarda yanvarda ketgan ekan O'zbekistonga. Kecha yakshanba kuni kirib kelgan O'zbekistondan. Endi shu 2 oydan oshganda ketganiga. Kelgandan sirrazi aeroportda ichida seni debdi green carddan cancel qilingan debdi. Yo'q, 2017 kelganman men. 2027ga almashtiraman-ku desa yo'q debdi-da. Boshqa xonaga kirgizdirib, majburlab anaqa qilibdi. Shu aeroport ichida nima security xonalariga olib kirib ketibdi-da, shu 407-qonun chiqqan ekan. Shunaqa qilib qo'l qo'ydiribdi-da, green carddan avtomatik kuygan, уже 2 oydan oshgan seni ketganiga. Mumkin emas yangi qonun deb. Kuni yakshanba kuni kelgan bo'lsa, kuni kechaga deport qilib, to'liq Amerikadan qaytarib chiqarib o'chirtirib. U bolani Meysonda apartment olgan ekan, 2 bedroom. Apartmenti bor ekan nomida, dadamiz, bezat tanishimiz bor, dadamiz, ukasi ish qilib. Shular hammasi advokat topib, hozir gaplashib, anaqa qilyapti. Nomida shu tragi mashina 2 xonali apartmentda chiqdi. Endi shularni u bola davernismi bir nima qilar ekan onlayn. Endi uyini ham sotmoqchi, tragini, mashinalarini sotmoqchi. Короче, advokat aytibdi, buyog'i $250,000 ketadi debdi. Unda ham 100% hal bo'ladigan, javob bo'ladigan narsa emas debdi. Yangi qonun bu, shuning uchun 2 oydan oshmasligi kerak edi. 2 oydan oshib kirib ketganiga. Mumkin emas debdi-da. Shunga hozir hammasini kallasi garang. Nima qilishni bilmay, yoqdan bu yoqqa chopib, o'lib yotibdi tentirab. Assalomu alaykum. Abdul aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, uzr bezda qilyapman sizni. Mana shu xabarni hozir eshitib qoldim-da. O'zbekistonga ham 3 oyga keldik bilet olib. 12-yanvar kelish, 10-aprel qaytish. 3 oyga 2 kun yetmaydigan qilibdi. O'shanga sizdan bir og'iz bitta so'ray dedim. Bu qanchalik rost xabar yoki fake mi debdi. Agar mabodo xabaringiz bo'lsa bir ozgina maslahat berasizmi aka? Katta rahmat, charchamang. Xo'sh o'rtoqlar, mana bu tepadagi hozir nimalarni eshitdinglar? Zvukalarni, bilmayman qaysi gruppadan, qayerdan, nima qanaqa, qayerda tarqalgan bu narsa. Shunaqa holatlar aeroportdan qaytgan odamlar bormi? Bor. Bunaqa odamlar masalan faqat o'zbekistonliklardami? Yo'q. Shu ko'proq shu Afrika, musulmon davlatlariga orqali green card olgan. Endi shu odamlarga shunaqa holatlar bo'lyapti. Bu bir nechtasini eshitdim. Xo'sh, ana endi bu voqea bo'lyapti. Lekin mana shu 2 oydan ko'p yurgani uchunmi? Yo'q. Bu 100% noto'g'ri ma'lumot. Bularda kimda qanaqa xatolar bor, kimda qanaqa narusheniylar bo'lsa, shu vaqtda qaytaryapti. Ba'zi holatlar, shunaqa holatlar ham bo'lyaptiki, aeroportdagi ishchilar mayda bir bezoriliklar, mayda narusheniylarni bahona qilib, odamlarni qo'rqitib, green kartasidan voz kechtiryapti. Formani berib, qo'l qo'ydirib yuboryapti. Shuning uchun bunaqa voqealar bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Hammaga ham bo'lyaptimi? Yo'q. Lekin bo'lyapti.
lekin mana bu 2 oy 3 oy yurding, bu bekor gap. Buning uchun emas. 6 oygacha bemalol odam yursa bo'ladi. Bu narsa o'zgargani yo'q. Bu birinchisi. Ikkinchisi, 6 oydan ko'p, lekin 1 yildan kam bo'lsa, shu vaqtda savol javob qilib, shunda ham odamlarni kirgizadi. Prosta agar odam, green kartalik odam 6 oydan ko'p yursa, lekin 1 yildan kam, shu vaqtda fuqaroligiga ta'sir qiladi. Amerikaga kirishiga emas. Endi bali savol javob bo'ladi-yu. Endi savol javob bo'ladi, lekin Trump davrida shu 6 oydan ko'p kelganlarga 6 oydan ko'p yurgan bo'lsa, ularni qo'rqitib, podpis qo'yib, green kartasini bekor qilishi mumkin, ham qiladi ham deb o'ylayman. Agar bular mana shu 1 oy, 2 oy yurganga kichkinagina narushini bo'lgan odamlarni aldab, qo'rqitib imzo qo'ydirayotgan bo'lsa, siz 6 oydan ko'p yursangiz, sizni pon ustingizga minib oladi bular, qo'rqib. Shuning uchun yana boshqadan aytaman, o'rtoqlar, hech qanaqa qaror 400 ming, 4000 hech qanaqa qaror yo'q. 2 oy yursa kelsa deport yo'q. Bu bunaqa bo'lgan, buni bekor gap bu narsa. Prosta odamlarni bular imzo qo'ytiryapti green kartadan voz kechishga. Bu kimga ta'sir qiladi? Tilni bilmaydigan, qonun qoidalarini bilmaydigan. Mana shunga. Mana shunaqalarga ta'sir qiladi bu narsa. Shuning uchun aeroportdan siz kelsangiz agar, sizda hech qanaqa narusheniy bo'lmasa, 6 oydan ko'p yurmagan bo'lsangiz, qo'rqib, kim narsalarga tarjima qilib o'tirmanglar. Nima qilib qo'l qo'yib o'tirmanglar. Bitta gapiradigan gapiringiz nima? Yo'q, mana agar iltimos, mana advokat bilan gaplashaman bo'ldi. Hech narsaga imzo qo'ymasangiz, sizga hech narsa qila olmaydi bular. Shuning uchun bunaqa holatga tushdingizmi? Birinchi qiladigan ishingiz bularga lishni gapirmaslik. To'g'rimi? Hech qanaqa narsa dokumentlarga imzo qo'ymaslik, tarjimon orqali aytasiz, advokat menga advokatga telefon qiling, menga huquqim bor, men bilishim kerak nima bo'lyapti. Men chunki huquqingiz bor-da. Jim o'tirishga, gapirmaslikka. Endi ism, familiya qayerdan keladi bu gaplarni aytasiz, lekin chuqurlashib ketsa agar, o'sha aytay, men bizga advokat kerak, bir maslahat kerak. O'zi nima bo'lyapti, nima qilyapti? Menga tushuntiringlar. Xo'sh, qaranglar, qisqacha maslahat beray. Shu green kartaning qoida-qonunlari bor-da. Siz O'zbekistondan keldingizmi? Bularning maqsadi agar sizni deport qilmoqchi bo'lsa, bu green karta qoidalarini, nimalarni tark etdi deb dokument qilib, sizdan savol javob qilib, ma'lumotni olib, keyin dokument tayyorlab, qo'l qo'ydirib sizni deport qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun green kartani chiqishda, green kartani kuyib ketmaslik qoidalari qanaqa? Odam Amerikada yashashi, to'g'rimi? Keyin Amerikada ishi bo'lishi, Amerikada bank hamma narsalari bo'lishi, Amerikada lease apartment, uyi, kontrakt, hamma narsa bo'lishi kerak. Mana shu narsalarni agar ko'rsatsangiz, faqat shuni ko'rsatishingiz kerak. Boshqa narsalar emas. Ishim bor, uyim bor, bank shotlarim bor, bolalarim shu yerda maktab boradi, to'g'rimi? Mana shu narsani ko'rsatdingizmi? Demak, mana hayotim Amerikada bo'lyapti. Shuni ko'rsatsangiz bo'ldi. Siz green kartani hamma qoida-qonunlarni bajarib kelyapsiz. Agar masalan, siz bo'lmagur javoblarni bersangiz, O'zbekistonda ham firmam bor, O'zbekistonda ham uyim bor, shotlarim bor desangiz, demak bu nimasini O'zbekistonda ham bular boshqa tomonga nima qiladi? Buraydi, biz demak O'zbekistonda yashar ekan bu. Amerikaga prosta kelib ketar ekan bu. Ishi bo'lsa O'zbekistonda, uyi bo'lsa, shotlari bo'lsa, bular shunaqa qiladi. Demak Amerikada prosta kelib ketyapti. Shuning uchun buni green kartasini bekor qilyapmiz deb sizga qog'oz tayyorlab beradi imzo qo'ydirishga. Shuning uchun siz uni teskarisini aytish kerak. Men O'zbekistonga vaqtinchalik bo'lyapman. Meni doimiy yashash joyim Amerika. Meni ishim Amerikada. Meni uyim Amerikada. Meni bank raqamlarim Amerikada. Hammasi Amerikada. O'zbekistonga faqat men vaqtinchalik borib kelyapman deb aytish kerak. Bundan ortiq savol javob bo'lish kerak emas sizda. Agar O'zbekistonda nima qilyapsan, nima qilyapsan, ishing bormi, umi chuqurlashib ketsa, shu vaqtda bironta advokat bilan kontrakt qilishingiz kerakmi? Qo'liga 500 mi, 300 mi, 400 berib borishingizdan oldinmi, kelishingizdan oldinmi, menga agar biron muammo bo'lsa, senga telefon qilaman. Davay, sen meni nima qilib,
bir kontraktcha qilasizmi, birovni vizitkasini olasizmi, kelganda borderga ko'rsatasiz, CBPgami, qaysiga kelayotganingizda agar chuqurlashib ketsa, O'zbekistonda nima ishing bor, u bu desa agar. Mana bo'ldi, men boshqa javob bermayman. Mana advokatimni nomeri, iltimos advokatimga telefon qilib uladi. Sizda javob beradigan narsangiz, ko'rsatadigan narsangiz faqat Amerikaga bog'liq narsalarni ko'rsatish, unga isbotlab berish. Narsa O'zbekistonga vaqtinchalik bordim. Bo'ldi. Otam, onamni ko'rishganmi, o'rtog'imgami, sayohatgami, bo'ldi. Shuni aytish. Undan ortiq. Undan agar chuqurlashib ketdimi, ishing bormi, boshqang bormi deb chuqurlashib ketdimi, demak, u sizni o'zi dokumentni tayyorlayapti. Ha, buni O'zbekistonda yoki boshqa davlatda ishi bor, uyi bor, Amerikada prosta kelib ketadi deb shunga dokument tayyorlamoqchi bo'ladi. Shuning uchun yana bir marta aytaman, unga qayta aytishingiz kerak. Men safarga chiqqan bo'lsam ham bu vaqtincha, meni doimiy yashash joyim Amerikada, doimiy ish joyim Amerikada, da keyin isbotlar. Rentni masalan, uy sotib olgan bo'lsangiz, uyi kontraktimi, masalan, mashinalaringiz lista bo'lsa, mashinalari lisi, uyda lisi, bolalarni maktabga borayotgani, hamma mana shu isbot. Mana shu tepadagi agar ovozli xabarlarni eshitgan bo'lsalaring, nima debdi? Traklarni sotibdi, kim mashinlarni kim nima qilibdi, uylarni bekor qilibdi deyapti-ku Amerikadagi. Shuncha sani isboting bor ekan. Da masalan, mani trak, men liska olganman. Men uyim bor, hammasini ko'rsatmaysanmi? Hammasini aytmaysanmi? Mani hayotim hammasi Amerikada. O'zbekistonga borsam, prosta men bordim dam olishga, yo biron sayohatga, yo ota-onamni ko'rishga, yo o'rtoqlarimni ko'rishga. Farqi nima? Nimaki bo'lmasam O'zbekistonga vaqtinchalik bordim. Mani hamma hayotim mana Amerikada. Deb ko'rsatmaydimi u odamda masalan? Nima deyapti? Ana endi uni deport qilyapti, mashinani sotyapti, uyini sotyapti, u qilyapti, bu qilyapti deb. Takshto mana shu gaplar. Prosta bilinglar, shartni. Mana bu green card shartlarini, green carddan chiqish shartlarini, shuni bilsalaring, uni savol berayotgan savoldan bilasizlar, uni maqsadi nima. Mana shu.